Efir ketyaptimi? Ha, bu gaplar. Assalomu alaykum hammaga, akalarim, opalarim, hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Bugun zo'r video bo'ladi. Iltimos, vaqtlaringiz bo'lsa oxirigacha ko'ringlar. Faqat videoni boshida kichkina reklamani aytib o'tay. Zo'r video bo'ladi, ishoninglar. Rossiyada yurgan akalarim, opalarim diqqatiga Tezpay ilovasini yuklab olamiz Play Market Store'dan. Hamda O'zbekistonga ko'proq pul jo'natamiz. Boshqa ilovalar bilan solishtirib ko'ring, menga rahmat aytasiz. Rossiyadan turib gaz, suv, svit barcha usluga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Foydalanib ko'ring, rahmatni aytavering. Xullas, yonimizda turgan singlimiz ismingiz nima edi? Zuhra 34 yoshda, hali tengini topgani yo'q, lekin Jahon chempion desa ham bo'ladi, nomzodlar rosa ko'p, faqat yosh kattalar chiqishyapti. Bugun bir inson bilan ko'rishdi, 43 yoshli aka bilan o'zaro gaplashdi. Xullas, qolganini o'zlari aytib beradi, qanaqadir o'zaro bir-birovlarida menimcha muammo bo'lsa kerak yoki xullas to'y bo'lmadi. Ikkinchi Andijondan so'ragan inson hamma sharoitni qilib beramiz. To'yini ham xullas hech narsadan qaytish yo'q deb aytishdi. Ammo unga ikkilandiki, sal uzoqlik qilyapti ekan, ham yosh kattaroq deganday fikrlarni aytishdi. Endi bugun videoda qani nechta nomzod chiqadi, biz uni bilmaymiz oldindan. Undan tashqari mana Sirdaryodan, Vodiydan, Toshkentdan, misol qayerdan, Buxorodan endi eslaganlarim aytib, rosa ko'p murojaatlar, videolar tashlangan, ko'rsatdim. Xullas, hali tengini topgani yo'q. Endi do'stlar, akalarim, opalarim, uylanaman degan insonlar yoki kelin qilaman degan insonlar bizga hozir jonli efir bo'lyapti. Telegramdan video vizitdan chiqishingiz kerak. Lekin telefon, SMS, galasoy qoldirmang. Chunki u insonning kimligini bilmaymiz. Bu yerda mana minglab nima qiladi? Birov bilan galasoyda eshitib turganda boshqa telefon bo'lib qoladi-yu, nimadirlar bo'ladi. Bu ma'lum tilimsiz telefon bo'lib yotaveradi. Mana bu yerda mana 6 ta telefon bor o'zi, to'g'risi. Shu sabab bizga faqat video vizitdan chiqinglar. Agar tengi chiqsa muammo yo'q, bir kunda to'y qilib beramiz. O'sha 43 yoshli aka bilan men gaplashdim, qandaydir hujjatlar haqida gapirishdi. Lekin agar hujjatlari yoki o'zini ishlari masalan bitadigan bo'lsa, to'yda bir muammo yo'q, o'zlari ham muammosi yo'q deb aytgan. Faqat bu kishi hal qiladi, ular hal qiladi. Xullas, o'sha 43 yoshli akamiz bilan nima deydi? To'y bo'lmadi. Endi qolganini o'zlari tushuntirsin. Keyin men sizlarga salomlashib olgandan keyin ideti yo erta yo indin ko'ramiz, surpriz qilib yo'lga chiqaman do'stlar. Yo'lda sizlarga videoni qo'yib ketaveramiz. Ya'ni videoni Sulton boboga topshirib ketamiz. Qolgan mavzularni Sulton bobo yoritib borishaveradi. Bitta salomlashib olasizmi? Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Zuhra, 34 yoshdaman. Men o'z juftimni topish uchun, turmushga chiqish uchun mana shu yergacha yetib keldim. Mana videolar bo'lyapti. Hammasi haqiqiy, yolg'on, aralashgani yo'q. Meni hayotimga hattoki Bolajon akamiz ham aralashgani yo'q. Yuz ko'rib gaplashtirdi. Lekin bizni to'yimiz bo'lmadi, chunki u dokumentlar shu xullas kelisha olmadik. U to'y bo'lmadi, shuning uchun yana efirga chiqyapmiz. Boshqa nomzod izlayapmiz. Zo'ridan chiqinglar. To'g'rimi? Hazil-huzul video bo'laveradi. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Sizlar bilan hozir aytaman. Taxminan 40 minutlar efir qilamiz.
40 minutlar. 95lik kodi bilan 857 87 noldan raqamga aloqaga chiqamiz. Agar 1000 kishiga chiqsak, Sulton boboni kutamiz. 1000 kishiga chiqqandan keyin o'zim aytadigan gaplarimni aytaman. Faqat qarab tursalar bo'ladi. 95lik kodi bilan 857 87 noldan raqamga aloqaga chiqamiz. Endi men hozir bu qizga hech narsa deya olmayman. Turmushga chiqam deya olmayman, chiqmay ham deya olmayman. Biz faqat o'zini xohishi bilan yoritib beramiz. Agar tengi chiqsa, to'yda muammo yo'q. Bir kunda to'y qilib beramiz. Bir kunda o'zida hech bir muammo yo'q. Faqat tengini tanlashda. Yana bir gap, Mo'tabarmi opamiz? Mo'tabar opamiz ham o'z tengini izlayapti. Xullas, u inson ham kecha menimcha taxminan 1-2lar atrofida Xorazmdan ya'ni yaxshi niyat bilan to'y qilamiz deb kelishdi. Bir inson o'g'li bilan, opasi bilan, kelini bilan 5 kishimi shunday bo'lib kelishdi. Lekin u kishilarni ham to'yi bo'lmadi. 2 soatdan ziyod gaplashildi. U kishi hali tengini topgani yo'q, chunki men yo'lga chiqaman davolanishga. Davolanmasam bo'lmaydi, mazam bo'lmayapti meni, to'g'risi gap. Endi hali bilet olganim yo'q men. Bugun bilet olsam, balki ertaga uchib ketarman, balki indinga. Shu 1-2 kun ichida Xudo yo'l bersa, Made in Indiyada sizlar bilan ko'rishamiz. Made in Indiyada. Alloh yo'l bergan bo'lsa, erta yo indin, yo indindan keyinmi, faqat biletni bugun hal qilamiz nasib bo'lsa. Agar Indiyada nasib bo'lsa, chiroyli videolar sizlarga taqdim etaman. Endi bu qizga keladigan bo'lsak, bu agar ketganimcha tengini topsa, ertani o'ziga to'yini qilib ketaveramiz. Agar tengini topmasa, nomzodlar juda ko'p. Tanlab o'ziga yoqqanini oladi, biz to'yini qilib beramiz. Bu endi umr savdosi, adashmasin. O'zlari hal qiladi hammasini, men hal qilmayman. Tegaman desa, mana bugun o'sha 43 yoshli aka keldi. Masalan, ikkalasini muammosi yoki buni gapi yo to'g'ri kelgan deydi, muammosi bo'lmagan deydi. Ishoning, bugun to'y bo'lib yotgan bo'lar edi. Shu uchun Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Necha yoshsiz? Zo'r ekan. Yanga yo'qmi? O'lganmi yo ajrashganmisiz? Ajrashganmisiz. Ko'pchilikda oilasi vafot etadi, bizga chiqishadi yoki ajrim qog'oz bo'ladi. Ajrim qog'oz bormi? Ko'rsata olasizmi, ko'rsating desam? Bir kishi ham bir kun saniqda turibdi deyishdi, ertasi kuni endi bu 1-2 yil oldin kelgan. Yo'lga chiqsam aytadi-ku, aka aytayaptilar-ku, bir hafta qoldi deydi. Oilangizni saqlab qoling deb yo'ldan qaytdik. Nimaga 1 million deyapsiz? Million haqida gapirmayapti, ajrim qog'oz haqida gapirishyapti. To'lab keldingiz? Ajrim qog'oz hali olganingiz yo'q. Ha, olib bo'lgansiz. Ikkinchi marta uylanmadingizmi? Nima ish qilasiz o'zingiz, aka? Qayerdansiz? Andijon? Shu qizni Andijondan oshig'i ko'p ekanligi, rostiga. Vodiydan rosa ko'pchilik so'radi. Vodiydan bir menimcha hozir eslolmayapman. Yaqinda yana gaplashgan edim.
Turmushga chiqqanmi yo'q bilmayman. Menimcha bir qiz kelaman degan. Menimcha 30 dan oshgan bo'lsa kerak yosh. Kelsa video qilamiz deyapmiz. Xullas, mana shu qiz sizga yoqib qoldi, to'g'rimi? Keyin ikkinchi marta uylandingizmi yo'qmi? Endi. Bolalaringiz bormi? Aliment to'laysizmi? Nech pul? Ha, mayli pulni aytib o'tirmang, nech pul bo'lsa ham mayli. Ustalarga ko'p pul bo'ladi deydi-ku. To'y qilishga imkoniyatingiz bormi? Bitta kasb puli kiyib kelib, bitta oq fatani nima qilib kiygizdirib olib ketishga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anjomman. 94-yil. Bo'ldi. Men 91-yilman, 34 yoshdaman. Qanday qaraysiz? Yaxshi qaraydi. Aka, yaxshi qaraysizmi? Yaxshi qaraydi, gapiradi. Endi kichkina katta ekansan demaysizmi demoqchiman. Ha, tarix fanidan bitta dars berasiz, bo'ldi. Men o'qituvchiman, erta maktabga ishlayman desam bunga qanday qaraysiz? Yaxshi qaraysiz aka unga ham. Uyda o'tirish kerak-da, men o'zim boqaman, men ishlayman. Uyda o'tirsangiz, o'zlari boqar ekan. Darsni menga o'tasiz. Ha. Oilada endi farzandlarga dars o'tasiz, ha? 40 ga kirgandan keyin, agar bolalar katta bo'lgandan keyin ishga borsa boraversin, ha? Ha, keyin ishga borasiz. Ungacha menga dars o'tasiz. Men ham kichik bo'lganman. Mana. Ikkichi bo'lgan ekan, bemalol. Ko'rsat desalaringiz, yuzini ko'rsatamiz. Andijonlik aka 31 yoshli ekanlar. Hamma ko'rsatdi. Nechi kishi bizda? 1300 ga 650. 1300 Sulton bobodan? Qaysi kanal? Qaysi? Sulton bobo kanaliga o'sha Made Indiyaga ketsak, hamma narsani topshirib ketamiz. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Indiyadan Telegramga yozinglar, 95lik kodi bilan 857 87 nonalar raqamiga, balkim Indiyada ko'rishib qolarsiz. Gapiring. Dars berasizmi? Masalan, er-xotin bir-biri bilan kulishib, suhbatlashib o'tiradi-ku bari hayotda. Yo'lda ham masalan tarix fanidan Amir Temur nechinchi yil tug'ilganini bilmaysiz, aka? Yo'q, uzoqlashim. Bitta so'rang qani tarix fanidan. Ana, sizga savol berdim. Aytingchi. Aka, sizni hamma yuzingizni ko'rsating deyapti. Nima deysiz? Ko'rsataveraylikmi? Ishqilib, ana u yangi u yoqdan oxloqni ko'tarib kelmaydimi, peshonadan solib? Yo'q, men tug'ilganda qo'ysa ishgan, o'g'il bola. Bo'ldi, o'g'il bola bo'lsa. Mana shu 31 yoshli akamiz xullas uylanaman deb chiqdi. Kim rozi? Ko'rmaydi. Ha? Eshik ko'rinyapti, nima ko'rinyapti? Aka, eshikni ko'rsatib oryapsiz-ku. Yo'q, bizda oshkora bo'ladi. U yuzingizni ko'rsatmasangiz, oilangiz bo'lishi mumkin. Har nima bo'lishi mumkin. Men sizga zaks qog'oz tashiyman deyapman. Yo'q, zaks qog'oz emas. Men hozir efir qilyapman. Men yashirinch ish qilganim yo'q. Men Aka, chatoq ekansiz-ku, yangidan tayoqni yeb qolmang bo'lmasa. Sizni asli chorlab qo'yaylik. Biz oshkora to'y qiladigan odammiz. Unaqa yashirincha mayda juda qilib o'tirmaymiz. Chatoq ekan akalik. Chunki oilasi bo'lishi mumkin. Bu yerga yolg'onchagi xazlashib, har xil holatda chiqishi mumkin, bilmaymiz biz. Shuni ayting. Boyagi men hech kimni yomonlash fikrim ham yo'q, yomon gapirmayman ham, hazillik guruh qilyapman. 100 gram Coca-Cola'ni ta'sirida ham telefon qilishlari mumkin, biz uni bilmaymiz, to'g'risiga. Shuning uchun ko'zlaringiz oldida mana choyni qilib qo'yamiz, to'g'risiga.
95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Mana birga bir yozibsiz. 50 ta yoshim, yaxshi ayol kerak, tel nomerim. Aka telefon qilib nima qilib beraylik, dastlabki qilib beraylik, aytib beraylikmi? Biz to'y qilib beramiz. Video chiqargan insonlar videosini yoritib beramiz, tengi chiqadi. Lekin bu yerda sizning SMS'ingizga qaysi ota-ona, qaysi aka-uka telefon qilib qizini aytib beradi? Yo siz o'z qizingizni yo opa-singlingizni aytib berasizmi? Savol ber. O'zingizga bitta savol berib ko'ring. Agar bizni ustimizdan kuladigan bo'lsangiz, bizga bir tilli qiziq yo'q. Siz o'zingizdan o'zingiz kulasiz xolos. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Sizga nima deyishim kerak men? 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Odam soni kamayib ketib qoldimi? 505 ga 985. Akalarim, opalarim, bitta like bosamiz. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Xullas, video davom etyapti. Bu insonni qancha odamlar so'rayapti. Hali lekin tengi chiqqani yo'q. Alo. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz aka? O'ttiz bir yosh ekan, tegasizmi? Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Ellikqal'a Qoraqalpog'istonga qaraydimi yo? Ha? Qoraqalpog'istondan so'rashyapti. Nima deysiz? Qoraqalpog'istonga tanish qilmayman. Uzoq deyishyapti aka Qoraqalpog'istonni. Kuzatib boring, agar tegingiz chiqsa to'y qilib beramiz aka. Ya men bilaman, 50 qala anavi 4 ko'ldan o'tgandan keyinmi? 4 ko'ldan o'tgandan keyinmi 50 qala? Yo, noto'g'ri aytdimmi? Ha, endi uzoq deb aytishyapti. Agar xo'p deganda chaqirar edik aka. Mashinada yaqin bo'ladi. Nima deysiz? Mashinada yaqin bo'ladi deyapti. Yo'q deyishyapti aka. Meni qo'limda emas-da. Kuzatib boring, tengingiz chiqib qolar. Xo'p, sog' bo'ling. Bitta o'zingiz salomlashib, bitta fikringizni aytib bering. Assalomu alaykum. Barchaga. Men ismim Zuhra, 34 yoshdaman. 91-yil bo'laman-da. Men Qarshi davlat institutida tarix fakultetida tugatganman. Hozirgi kunda ish faoliyati olib boraman. Maktabda tarix fan o'qituvchisiman. Men nurga chiqish uchun mana shu Bobojonov kanaliga kelganman. Yoshingiz? Yoshim 34 da. Hozirgi kunda maktabda dars beraman. 3 yildan beri maktabda ishlayman. Ajrashganimga 3 yil bo'ldi. To'liq dokumентdan ajrashganman. Farzandim yo'q. Bunday, assalomu alaykum. Bitta yuzingiz ko'rsating, bunday burilib turib, qop-qorong qilyapsiz-da yuzingizni. Yana bunday qilib turibsiz-da, yuzni bunday qilib ko'rsating. Mana bunday oddiy qishloq qiziman. Uyda tandirda non yopganman.
Ha, rasmda mana bunday turing. Bunday turyapsiz-da. Mana bunday turing. Keladi. Faqat menga o'zimga meni yaxshi ko'rib, himoya qilib, ertaga bir kunda sevib, sevilish uchun, oila qurish uchun. Aka, uzoqroq ko'rsating, iltimos sizdan. Assalomu alaykum. Aka, siz bilan gaplasha olmaymiz. Faqat peshonangiz ko'rsatyapsiz-da, to'g'risi gapda. Yosh chegarasiga keladigan bo'lsak, 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Undan yuqorisi bo'lmaydi. Alo. Keyin imkoniyati cheklangan mana bu nogiron insonlar bo'lsa ham turmush Qandaysiz, zo'rmisiz? Necha yoshsiz? Qayerdansiz? Bu viloyatlarga keladigan bo'lsak, mana Qayerdan? barcha viloyatlar. Jizzax, toshni joyi ekan. Faqat Zomindanmi yo shahardan? gaplashib, turmush qurish kerak va turmush qurishga shoshilish kerak emas deb o'zim o'ylayman, fikrlayman. Shuning uchun mana bu nomzodlar ko'p. Bir marta hayotda qoqilganman. O'shaning uchun men Gapiring. iloji boricha ko'rib, gaplashib ko'rib. Mana shunda o'zingiz ko'rsatib turing, bunday ko'rsatyapsiz-da. Ikkinchi marta adashishga biz ayollarning haqqi yo'q deb o'ylayman. Kim uylanmoqchi aka? Ayting, kim uylanmoqchi? O'zingizmi? Uylanmaganmisiz? Yangiga nima bo'ldi? Yangi turmush qurib ketgan, u Hindistonga. Ikkinchi marta uylanmadingizmi? Endi? Yo, shuncha vaqt hali o'ylanmadingizmi? Ikkinchi, uchinchisiga. Yo'q, bultur. Ajrim qog'oz bormi? Bor. Ko'rsata olasizmi? Hozirmi? Ha. Chunki ko'pchilik aldayapti-da, mana. Ajrim qog'oz bor deydi, efirdan keyin gaplashsak, bir hafta qoldi, 3 kun qoldi, 1 oy qoldi. Shunaqa gap aytishyapti. Haqiqatdan ham mana shu Hozir men gaplashib ko'rdik. Ha, bo'lmasa tezroq gaplashaylik. Tezroq gaplashaylik. Qayerdan ekan u kelin? Mana, Kelin bo'lmish. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryodanman. Alaykum assalom. Ismim Zuhra. Ismi Zuhra ekan. Qashqadaryodan ekan. Bobojon aka. Mana, bitta salomlashingda. Qozni borsam, qanday nima rasm bo'ladi, nima bo'ladi? Mana ko'rsatib qo'yibsan orqaga, ko'rsat. Ko'rinmayapti bari. Nima qilish kerak? Kostyum kiyib, oxir. Necha yoshda? Yoshim 34 yoshdaman. Ismim Zuhra. 91-yil. Aka, siz bitta o'zingizni videoga olib tashlang, kutyapmiz, gapirmayapsiz-da. Qanaqa marosim deyapsiz, boshqa deyapsiz. Siz bitta kiring, o'rganing. Keyin mana bu yerga xalqning oldiga chiqib turib, videoga chiqing. Bu marosim nima bo'ladi? Lambadaga tushamiz aka, lambadaga. Ikkalamiz o'rtaga chiqib lambadaga o'ynaymiz. Bo'ladimi? Qanday marosim bo'ladi? Shu marosimga tayyorgarlik borish. Tayyorligingiz bormi? Kostyum kiya olasizmi? Oqibatida olib chiqa olasizmi? Kimdir 50 gram Coca-Cola'ni ichib chiqyapti, boshqa qilyapti, birov u qilyapti, birov bu qilyapti. Endi birov bizni ustimizdan kulaman deb o'zini ustidan kulyapti. Endi har xil inson chiqyapti-da, biz nima qilaylik aka? Bir insonni baxtli bo'lsin deb mana shu yerda o'tiribmiz. Bizga bir tillik nafi yo'q. Yo birov misolan men pul berib qo'ygan yo'q, misolan yigit tomon yo qiz tomon mana sen to'y qilding yo unday qilding deb pul yo mablag' berib qo'ygan joyi yo'q.
Kerak bo'lsa yonimizdan xarajat qilyapmiz, kimgadir savobini olamiz. Endi bu yerda aytib o'tirmaylik. Ozroqmi, ko'pmi, qancha bo'lsa ham harakat qilyapmiz. To'g'ri. Endi qanaqa marosim deysiz, boshqa deysiz. Videolarni ko'ring, bobojon o'z kanalida to'y bo'lyapti. Prosta boshqa insonlar vaqtini olib o'tiribmiz aka. Men o'yladim, Jizzax bo'lsa, havosi tozaroq bo'ladi. Shata qo'ygan. Alo, assalomu alaykum. Aka, jiddiy bilan telefon qilyapsizmi? Ko'pchilik bekorchilikdan telefon qilishyapti-da. Ajrim qog'oz bormi? Kim uylanadi aka? Ajrim qog'oz bormi? Hali ajrim qog'ozi olganim yo'q, lekin to'liq ajrashganman, bolalarga bitirdim. Bo'lmasa sizni YouTube'ga ko'rsatib o'tirmaylik yuzingizda. Ajrim qog'ozni oling. Avvalambor oilangizni saqlab qo'ying. Raz endi ajrashishga qaror qilib sudgacha borgan ekansiz. Ana o'shanda murojaat qilasiz. Men sizga chopalab to'yingizga xizmat qilib beraman aka. Javob. Sud aka 6 oy so'y bergan, lekin biz davlat birga yashaymiz. Endi qarang. U hozir siz yashaysizmi, yashamaysizmi? Sizni oilangiz bor. Lekin xohlang birga yashang, xohlang onasiga yetib qo'ying. Sizni oilangiz bor qonuniy. Shu uchun biz aytadigan gapimiz, oilangizni saqlab qoling. Agar boyagi ajrim bo'lib ketsa, mana xalqning oldida aytayapman aka. Chotki xizmat qilib to'yingizga zo'r to'y qilib beramiz. Uyna desangiz uynab ham beraman aka. Hozir men sizni yuzingizni ko'rsatganim yo'q. Chunki yuzingizni ko'rsatganim bilan sizni oilangiz bor hisobida hozir. Lekin biz anchadan beri birga yashaymiz. Men uy-joyga shunday tashlab chiqib ketganman. Onlarim aliment ham to'layman. O'zim anchada yashayman. Shuning uchun uydagilar qo'ymayapti. Qachongacha bunda yurasan? Bo'ldi. 6 oygina deb ayting. Shuncha kutdik, bir 6 oy bor ekandek. Chunki bunaqa ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu aniq emas. Chunki hozir bir qizga uylandingiz, erta oilangiz, bolalaringiz bu kelib, siz bitta oila bo'lib ketsangiz, u hali buzilmagan narsa-da boyagi joyiga tushadi. Mana bu inson esa nima deydi? Tushungan endi, qolgan gaplarni aytib o'tirmaylik. Aytamiz desak gap ko'p. Unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'lish ehtimoli bor aka. Bo'lish ehtimoli bor. Men hozir bitta gapni aytsam, yana sen istora yarim soat bo'lib qoladi. Bittasi aytayapman-ku, bittasiga tekkan, keyin tekkandan keyin 4 oylik bolasi bo'lgandan keyin oilasi qaytib kelgan. Kechir meni, ana u shaharga borib turgin, men senga uy olib beraman, u qilaman, bu qilaman, shu miyda gaplar bo'lgan. U inson keyin bolasini oldirishga tushgan. Qo'lida chaqalog'i ham bo'lgan. Endi buni hozir boshidan aytsam, gap bu rosa ko'payib ketadi. Xullas boyagi qiz qiynalib qolgan. O'sha qo'lidagi bolasi ham, qorindagi bolasi ham o'zida qoldi, bir oilaga turmushga chiqib ketdi, boshqa oilaga. Lekin kuygani qoldi uni. Shunday bo'lishi mumkin. Aka, sog' bo'lasiz. 6 oydan keyin gaplashamiz aka, xo'p. 95lik kodi bilan 857 noldan raqamga aloqaga chiqamiz. Mana bu telefonga qilyapsizlar. Men bu telefonni mana ko'tardim ham ko'rinmaydi. Alo. Assalomu alaykum. Men efirdaman aka. Xo'p. Samolyotni chiqarib qo'yaylik.
Shu bilan esda chiqib samolyotim 2-3 kun qolib ketib qoladi. Anvar aka, yuzingizni ko'rsating. Alo. Promo efirda ko'rsatamiz. Yuzingizni ko'rsating aka. O'sha ukangizni yuzini ko'rsating bizga, biz qizga ko'rsataylik, shu yerda realni hal qilamiz. Bo'ladigan bo'lsa ertaga to'y bo'ladi. Bo'lmasa u kishiga ayting, o'zini bitta videoga olib sizga tashlasin, siz menga tashlab yuboring, men qizga ko'rsataman. Ma'qul bo'lsa keyin yo men o'zim boraman, yo ukangizni olib kelasiz. Bo'ladimi aka? Sog' bo'ling, bratim. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. ...95lik kodi bilan. ...95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Bu qizni oshig'i ko'p. Rostdan ham ko'p. Lekin o'z tengi chiqmayapti. U meni qo'limda emas. Men video qilib beraman. U meni qo'limda emas. Agar qaysiga tegsa, biz to'yini qilib beramiz. 95lik kod bilan 857 87 00 raqamda Telegramda video vizitga chiqamiz. ...95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Xorazmni Urganchidan ekansiz. Endi Galasoy tashlabsiz. Bu Galasoyda sizni izlab qidirib bormaydi-yu, yo qaysi ota-ona, yo qaysi aka-uka singlisini, opasini yo qizini aytib beramiz. Takror aytayapmiz, video tashlang bizga deyapmiz. Ermak qilyapsizmi? Yo o'zingiz ustingizdan kulyapsizmi? Biz uni bilmaymiz. Qayta minglab tushuntiryapmiz. Tushunmagan insonlar bloklab qo'yapmiz. Galasoy tashladi. Chunki mana bironta nimasi yo'q bu yerda ma'lumot. ...95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Bitta salomlashib yuboring. Assalomu alaykum. Sulton bobo men kishidan tushib ketdingmi? Yo'q. Men ismim Zuhra. Bo'lmasa sizlarga Zuhra bitta salomlashaversin. Hozir bir insonni ko'rsataman. Mana shu yerga chaqirsalaringiz eshik oldiga tayyorlasalaringiz uni biz ikkinchi insonni sizlarga ko'rsatamiz. Siz salomlashavering. Yana bir bor assalomu alaykum. İkinci inson tayyorlaydi. Men ismim Zuhra, 34 yoshdaman. Men o'z juftimni Opani o'ziga ko'rsating. Yaxshi ko'rinadi shunday. kelganman.
Qashqadaryo viloyatidanman. Men men Qarshi davlat institutini tugatganman. Hozirgi kunda maktabda ishlayman. Tarix fan o'qituvchisiman. Men turmushga chiqmoqchiman. Mana imkoniyati cheklangan bo'lsa ham turmush quraman, lekin men o'zim sog'lomman. 100% uydagi ishlarni hammasini qilaman. Qishloq sharoitda o'sgan insonman. Turmushimga keladigan bo'lsak, men 3 yil yashab, 3 yil turmushdan ajralganimga 3 yil bo'ldi. Yashaganman, 6 oy yashaganman. Bu yerga chiqib hozir efirga chiqishning o'zi bo'lmas ekan. Juda ham hayajon bor. Men iloji boricha harakat qilyapman gapirishga. Xullas, qiynal qoldi, to'g'rimi? Gapirishga. Lekin hozir shu videoni boshidan oxiriga ko'rsangiz ham, shu 4 minut gapirgansiz, qolganini o'zimni bitta ko'rsatib bering. Bu kanal ham ko'rinmaydi. Do'stlar, agar kimdir shu qizga uylanaman desa yoki kelin qilaman desa, 95lik kodi bilan 857 87 nol raqamiga aloqaga chiqinglar. Ya'ni video vizitdan. Hozir efirda. Efir tugagandan keyin o'zingizni videoga olib tashlang. Kim chiqdi? Agar tengi chiqsa, bir kunda to'yini qilib beramiz. Kelgandan boshlab hozirgacha nomzod chiqayapti. Qaniki bittisini tanlasin. Bir kunda to'y qilib beramiz. Ko'rishaman deganni ko'rishtiryapman. Mana bugun ham ko'rishdi. Kecha ham ko'rishdi. Endi bizga qancha ertaroq to'y bo'lib ketsa, shuncha plyus. Chunki murojaatlarimizni ham jo'natamiz. Keyin akalarim, opalarim, sizlarga bir insonni ko'rsataman, fikrlaringizni aytinglar. Keling siz. Bitta ko'rsatamiz mana tikka turgan holatda. Kirib keling, mana bu yerga o'tiring. Necha yoshsiz? 66. 66 yosh. Bolangizga nima bo'lgan? Bolam 81-yil o'g'lim avariyada qolgan. Avariyada qolgan. Qaysi diagnozda davolatasiz? Ruhiymi, nima, qaysi jigarmi, yurakmi? Ruhiy kasal bo'yicha yana jigarning mazasi yo'q. Do'stlar, ana shu onamiz bolasiga yordam so'rab keldi. Bilganlar bilar, bilmaganlar bilmas, kasalchilikda ayb yo'q. O'zi ham chiqib ketib qolar ekan, to'g'risiga. Ona qarovullik qilib o'tirar ekan. Agar yordam beramiz desalaringiz, hada ehson so'rab kelgan. Yo'q desalaring, yo'q, han desalaringiz, ha. Ko'pchilikka bilinmaydi, bir kishiga og'irdir, fikrlaringizni eshitamiz. Marhamat, o'zlari gapirsin. Mana shu o'g'lim 81-yil o'g'lim avariyada qolgan, boquvchimiz yo'q. Hozir doktorga olib bordim, 4-5 ta retsept yozib berib o'tiribdi. Buni davolatishim kerak. Ham bitta ko'zi avariya payti bu yoqqa o'tib ketgan. Bu ham yaxshi ko'rmaydi. Jigarni ham mazasi. Necha yosh? 44 yosh. Uylanganmi? Yo'q, uylangandi, o'sha avariyadan keyin xotini bilan qiz ketib qoldi. Xullas o'zingiz qarayapsiz. O'zim qarayapman. Shu bolangiz qaramasangiz o'zi chiqib ketib qoladi. Qaramasam ko'chaga chiqib ketadi, uyni topib kela olmaydi keyin. Shu bo'y ko'chada yuradi. Mana hozir birga olib chiqasiz yoki bo'lmasa eshikni qulflab uyda o'tirasiz. Ha, birga olib chiqaman, o'zim bir joyga chiqib ketsam, uyda eshikni qulflab ketaman. Shunga hozir mana bu dorilarni Mayli, u dorilar aytavering, qog'ozni tushirmaymiz. Shart olishim juda ham zarur shart. Olmasam hech qana iloji yo'q, nerv qiladi, o'zi minus bitta fikrlarni aytib yuborasizlar. Sog'lig'i yo'q hozir, davolatishim kerak. Juda ham ahvolim og'ir. Sharoitim kelishmagandan mana shu dori-ukollarni olishim kerak, apparatga tushirishim kerak. 4 ta apparatga tushirishim kerak. Apparatlar juda qimmat. Dori-darmonlari ham juda ham qimmat, topilmaydi. Hammasi ko'p chetdan keladi. Nima deysizlar? Ushbu ona bolasini ruhiy betob ekan, yordam beramiz desalaringiz, ana karta qo'yamiz. Bitta Sulton bobo Plyus bosyapti hamma. Hamma plyusmi? Bitta minus yo'q. Bitta minus yo'q, bering ayni kartani.
Karta kim deb chiqadi? İsmi? Dilrabo. Dilrabo. Mana Dilrabo. Mana shu yerga bitta joylashtirib qo'yamizmi? Agar kimdir Rossiyadan yordam beraman desa, marhamat, kimdir O'zbekistondan yordam beraman desa, marhamat. Lekin Rossiyada yurgan akalarimiz, opalarimiz o'zining hadi ehsonlarini berib kelyapti, rahmat. Lekin Rossiyada bilsalaringiz YouTube platformasi, ya'ni YouTube ishlamayapti. Masalan, o'zimizda ko'rilayotgan bo'lsa, kimdir VPN orqali yoki qandaydir ishlamasa, ko'pchilik ko'ra olmaydi. Ammo shunday ichida ham agar kimdir o'zini ozmi ko'pmi beg'araz yordamini beraman desalar, marhamat. Ketdik do'stlar, birlashamiz. Mana bu qiz ham ko'rinyaptimi, ko'ringani yo'q? Ko'rinyapti. Agar bu qiz ketaman desa ham mayli, onani o'zini video qilamiz. Shu yerda o'tirib turaman desa ham mayli, ham bu qizni videosiga javob beraveraman. Ona esa bolasini o'sha maqsadi uzoqdan gapirsa ko'pchilik tushunmaydi. O'sha bolasi betobligi, ruhiy kasalligi, ana hammasini aytib tursa, o'sha nervologический, ya'ni dorilar kerak, to'g'rimi? Shu o'zingiz tushuntirib bering. Mana shu dorilar bari nevrologический dorilar, mana miyani tinchlantiradigan dorilar. Bular juda 6-7 xil dori yozganda, mana shu dorilar juda ham hozir zarur bunga. Har yil davolataman. Shu topganimni mana shu ukollariga ketadi. Hozir ham bu ukollar juda ham qimmat. Rossiyadan keladi, Belorussiyadan keladi. Mana shular hozir kelgan, afsuski olishga menda puli yo'q. Davolatmasam ilojim yo'q. Uydan chiqib ketsa, uyda topib kela olmaydi. O'zim olib chiqaraman, yana uyga olib quflab qo'yaman. O'zim qarayman, menga boshqa qarovchimiz yo'q. Shunga sizlardan iltimos, menga mana shu o'g'limni dorida ukollariga, apparatlarga tushirishim kerak, yana 4 xil apparatga tushirishim kerak mana shuni. Shunga o'tsangiz mayli, tursangiz so'rab kelganmiz. Turamangiz so'rang. Iltimos shu mana shu o'g'limni davolatishga yordam bersangizlar menga. Mana shu dorilarni olsam men aptekalardan hozir bor, kecha ham borib so'ragandim. Birdan kelar, birdan tugab ketadi bu dori. Ukollar umuman topilmaydi. Hozir kelgan ekan, ana shuni men ola olmayapman. Shunga sizlardan iltimos, mana shu ukol dorilarimni olib shu o'g'limni davolatsam, menga yordam berishlaringizni so'rayman. Shunga majbur bo'ldim mana shu kanalga kelib yordam so'rashga men. Xo'p, bittasi yangilikda salomlashib oling, yaxshi insonlardan nima bo'lganini yana boshqadan aytib bering. U qog'ozni shu yerda turaversin, aytib oling. Mana dorilarim qog'ozda, mana fikringizni aytib oling. Mana shu 1981-yil shu o'g'lim tug'ilgan, 44 yoshda. Men o'zim 66 yoshdaman. Bu o'g'lim avariya bo'ldi. Avariya bo'lgandan keyin davolanib, oxir ruhiy kasalga aylanib ketdi bu. Hozir endi ruhiy kasal bo'lib qolgan. Agar uydan chiqsa ko'chaga uyda topib kela olmaydi. Kuni izlaymiz, Toshkentlarga haftalab ketgan bu, topolmaganman. Chunki uy topib kela olmaydi. Shunga hozir har yil davolataman, 2-3 martalab davolataman. Hozir mana shuni kartada Dilrabo deb chiqadi, to'g'rimi? Kartada Dilrabo deb chiqadi. Shunga iltimos yordam berishlaringizni so'rayman. Mana hozir ukol dorilari kelgan aptekada bor, hammasi turibdi. Afsuski hozir davolatishga pulim yo'q meni. Har yili 2-3 martalab davolataman. O'zini sog'lig'i yo'q. Mana jigarim shishgan ozgina. Mana 6-7 xil kasal chiqib o'tiribdi-da. Davolatmasdan hechgina ilojim yo'q. Majbur bo'ldim hozir. Men pensiyadaman. Pensiya nafaqa olaman. Boshqa joyga. Necha yoshdasiz? Bunday daromadimiz yo'q bizani. 66 yoshdaman. 66 yoshdasiz, to'g'rimi? Men sizlardan yordam so'rab keldim. Majbur bo'ldim mana shu yerga yordam so'rab kelishga. Iltimos, agar Alloh sizlarga yaxshiliklaringiz Allohdan qaytsin, shu birlaringizga Alloh ming bersin. Mana musofir yurtda yuribsizlar. Hammalaringizni Allohim o'z panohida asrasin hamisha. Shunga menga mana shu dori-darmonga yordam bersangizlar deb yordam so'rab kelgandim. Mana Tinkoff bankdan 111 rubl tashlabdi. Rahmon Safarovni Rahmon emas, Rimaxon ekan. Rimaxon opamiz masalan 100 rubl tashlagan.
Qo'lingizni ochib bitta duo qilib bering. Opa. Amin. Men shu So'm tashlagan Sherali Sobir o'g'lini ham bitta duo qilib bering. Barakat toping. Alloh prezident. So'm tashlabdi Nigora Tiyevni ham duo qilib bering. Kimki bizga mana shu o'g'limga yordam bergan bo'lsa, Alloh ming barobar. Ziyodulla akani ham duo qilib berasiz. Ismonqulovich aka. So'm tashlabdilar. Zulfiqor Xudoyim birlariga ming bersin. Murodxonovich ham 200 rubl tashlabdilar. Xudovanda Allohdan qaytsin qilgan ehsonlaringiz, yaxshiliklaringiz. Men ham qancha duo qilaman shu dorilarni olib turib, mana shu o'g'lim uchun davolatmasam hech iloji yo'q. O'zingiz necha yosh? Men 66 yoshdaman. Hozir kimni davolatishga yordam so'rab kelgansiz? Shu hozir o'g'lim davolatishga yordam. O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim 44 yoshda. Nima diagnoz bilan og'rib kelyapti, bemor bo'lgan? Shizofreniya. Shizofreniya desa. O'sha ruhiy betoblik. Ha, ruhiy betoblik, ha. Xo'p, gapirib bering qani? Ruhiy betoblik. Men shu bu maktab tugatgandan keyin, 10 tugatgandan keyin avariya bo'ldi. Buni uylantirgandim. Bitta qizchasi ham bor, oilasi bor. Sherzodbek Muhammad o'g'lini ham bitta duo qilib bering, qo'lingizni ochib. So'm tashlagan u kishi ham. Shu menga qilgan ehsoningizni Alloh ming barobar qilib bersin. Bola-chaqangiz rohatini ko'ring, ishlaringizni Alloh o'ngidan ketirsin. Sherzodbekga rahmat deb olsangiz ham bo'ladi, o'g'lingiz bo'ladimi, aka bo'ladimi, biz buni bilmaymiz. Barakat toping, qaysilaringiz bergan bo'lsa. So'm tashlagan ham Xurshidjon akamiz, Nargiza opamiz, Shodurdiyevna ekan. Amin. Allohdan qaytsin, Xudo birlaringizga ming bersin. Doim musofir yurtda Xudo birlaringizga. Qo'lingizni ochib duo qilavering. Kimnidir diliga soladi. Shuhrat Abdi Hamidovichni ham bitta duo qilib berasiz. Allohdan qaytsin, Xudoyo, Xudo banda, Xudo birlaringizga ming bersin. Menga qilganlaringizni Xudo 10 barobar, 1000 barobar qilib bersin. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin, oilalaringiz tinch bo'lsin. Eson omon sizlarni to'lib toshib ishlab kelingizlar. Xudodan qaytsin yaxshiliklaringiz. Shuhrat aka duo qilib qo'ydingiz-a? O'zingiz necha yoshsiz? Men 66 yoshdaman. Nima? Men shu o'g'lim avval bo'lgandan keyin. O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim 44 yoshda. O'g'lingiz 44 yoshda. 44 yoshda. Avariya bo'lgandan keyin shu maktab tugatib davolana oxiri men shu ruhiy kasalga aylandi. Ruhiy kasal bo'lib qolgan o'g'lim. Uydan chiqsa uyni topib kela olmaydi. Shuhrat akani duo qilib qo'ydingiz-a, so'm tashlaganlar. Duo qildim, ular barakat topsin. Shuhrat aka o'zi ikkita ekan. Abduhamidovich bor ekan, Shuhrat Turdiyevich bor ekan. Sherzod aka sizni duo qilib qo'ydi onamiz. Eshitmabdilar, Sherzod aka bitta duo qilib bering. Sherzod Bek Mahmad o'g'li A. Alloh amin. Allohdan qaysin yaxshiliklaringiz, Xudo birlaringizga ming bersin. Ming so'm tashlaganda Alloh amin, barakat topsin. Buxron Cho'liyevich duo qilib qo'ying. Rohatini ko'rsin, Allohdan qaytsin, Alloh birlaringizga ming bersin. Sog' salomatgina ishlab yuringizlar har doim. Sizlarni Xudo o'z panohida asrasin hamisha. Necha yoshsiz ona? Men 66 yoshdaman. Nima masal kelgansiz? Mana shu o'g'lim hozir kasal, mana ruhiy kasal bo'lib qolgan avariyadan keyin. Davolatmasam hech iloji yo'q. Buni ukol-dorilar bor, Rossiyadan keladi, chetdan keladi. Hozir Afrikada bor mana shu ukol-dorilar. Afsuski menda pul yo'q olishga. Buni davolatishim kerak. Har yili 2-3 marta davolataman. Avariyadan keyin mana shuni kasal bo'lib, ruhiy kasalga aylanib ketdi. Bolangiz o'sha quflab qo'yaman dedingiz, quflab qo'ymasangiz o'zi chiqib ketib qoladimi? Chiqib ketadi, quflab qo'yaman, o'zi chiqib ketadi, uyga kelmaydi. 2 kunlab ko'chalarda yuradi. Keyin oxiri borib izlab, buni o'zim izlab topib kelaman. Yo bo'lmasa militsiyalar olib kelib beradi, biron mana shu yerda yurgan ekan. Shu mahalladan so'radik, sizni o'g'lingiz ekan deb turib, davolatmasam, ana shuni uydan chiqib ketadi. Uyda ham notinch bo'lib o'tiradi. Mana shu ukol-dorilar. Tinkoh bank, Alfa bank 200 so'm rubl tashlabdilar, bitta duo qilib qo'yasiz. Amin, barakat toping. Allohdan qaytsin yaxshilaringiz. Xudoyim birlaringizga ming bersin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarga Xudo ming barobar qilib qaytarsin bu dunyoda. Alloh amin. Xudo ishlaringizni o'ngdan ketirsin. Necha yoshsiz ona? Men 66 yoshdaman. Bolangiz necha yoshda? O'g'lim 44 yoshda. Nima yordam so'rab kelgansiz? Men shu o'g'limni davolatishga hozir ukol-dorisiga juda ham pul zarur menga. Apparatga tushirishim kerak. 3 xil 4 xil kasal bor undan tashqari. Bu ruhiy kasallikdan tashqari yana 4 xil kasal chiqsa, bu yoqqa bitta o'tasizda sizga murojaat ko'rsatavering, kimlarga chiqishi davolatishim kerak. Azizbek Rahmonovichni ham bitta duo qilib bering. Amin.
Sizlarda Alloh birlaringizga ming bersin ukajonim. Ishingizni Xudo o'ngdan keltirib, biringizga Xudo ming bersin. Doim sog' salomatgina bo'lib yuring. Alloh asrasin sizlarni musofir yurtida. Ishlaringizni Xudo hammalaringiz o'ngidan keltirsin. Menga bergan ehsonlaringiz Allohim ming barobar qilib bersin sizlarga. Endi menga bitta qaratasiz, bizlar ikki kishi ko'rinaylik. Bu yerda bitta telefon bo'lib qoldi. Xullas, assalomu alaykum. Tezroq gaplashamiz. Yoshingiz nechida? Shu qizga uylanmoqchimisiz? Tanlagan edingiz, uylanganmisiz, uylanmaganmisiz? Tezroq gaplashamiz, soldatskiy bo'lib. Uylanmagan bo'lsangiz ham bu kishi turmushga chiqib ajrashgan, uylanasizmi? Assalomu alaykum. Yo'q bo'lasiz. O'zingizni bunday bir chiroyli ko'rsating, bunda turibsiz, sal efirga ko'rsatamiz, xunuk holat bo'lib qoladi-da, bir 2 minut tikka turib gaplashsangiz hech narsa qilmaydi. Prosta yotib olsangiz, men bu yerda xalqqa ko'rsataman, behurmatdek ko'rinadi-da. Qayerdansiz? To'y qilishga imkoniyatingiz bormi? Kasb bir kiyib, oqibatada chiqarib ketasizmi? Bir marta ham o'ylanmaganmisiz? Agar shariy nikohda bir yashirincha uylangan joyingiz yo'q, xullas, to'g'rimi? Nogironmisiz, sog'lommisiz? Sudlanganmisiz, sudlanmaganmisiz? Aytavering bir boshdan. Bo'ldi, sudlanmagan ekan, uylanmagan ekan, nogiron emas ekan, sog'lom ekan. Ko'ra bo'la turib, men bu odamni uylanaman deyishyapti. Bu kishi ham necha oy yashagansiz? 3 oymi, 3 oymi? 6 oy yashab, necha yil bo'ldi ajrashganingizga? 3 yildan oshdi. 3 yildan oshibdi ekan. Ajrashganiga 6 oy yashagan ekan. 34 yosh. Ha. Shunchasiga mard kelgan odam yoshini nima qilasiz uni? 10 yosh katta bo'lmaydimi? Hozir mana efirda olaman deb, u yerga borib telefon o'chdim, nima o'qigandan keyin uylanmayman demaysizmi ish qilib? Necha yosh bu kishi? Siz necha yoshdasiz aka? Necha yoshda edingiz? 30 yoshda ekan, uylanmagan ekan. Akalarim, opalarim rozimisizlar? Samarqandda to'y bo'ladi ertaga. Kuni ertaga to'y. Shu to'yni o'tkaziraman, Madain Indiyaga ketaman. Agar ruxsat bersalaringiz albatta. Kimlardir ovoz qaytib kelyapti-da, kim efir ko'ryapti. Mana bu kishini efirimi? Yonni bosib qo'y. Uylanishingiz rozimi, hazil qilmayapsizmi? Mana xalqning oldida ayting. 30 yoshli uylanmagan yigit 34 yoshli turmushga chiqqan qizga mardlarcha uylanaman deyishyapti. Plus minusni beringlar, ertaga to'y. Bitta plus ha deyishyapti. Ertaga to'y, ertaga. Siz hozir xalqning oldida hazil qilmayapsizmi? Ertaga to'y bo'ladimi? Undaydi, bunday degan bahona bo'lmaydimi? Aka eshitmayapti. Aka eshityapsizmi? Aka survar diyor. Bunaqa bo'lmaydi-da. Bunaqa bo'lmaydi. Ya aka qochib ketib qoldingiz debmiz. Shuncha xalqning oldida, xalq qo'llab turgan vaqtda gapiring. Uylanishingiz rostmi? Xalqning oldida ayting, ismingiz nima? Husanboy ismim aka. Husanboy, Husan Zuhra. Ismingiz nima sizni? Tohir Zuhra uchrashdi-yu. Rozimisizlar? Husan Zuhra, bu kishi Zuhra bo'ladi. Nima deysiz? Ha? Ota-onangiz bormi?
Shu akaga berasizlarmi? 30 yoshli ekan, uylanmagan ekan. Aytinglar, yurakcha pinus degani han degani. Minus degani yo'q degani. 30 yoshli yigit 34 ga kirgan singlimizga mardlarcha uylanmoqchi. Kastumburgda kelib Oqfotada nima deydi? Valsga tushib, tort yedirib, qarsirlatib uylanib ketaman deyapti. Nima deysizlar? Shularni to'yiga 10 ming ko'rsatib qo'yibdi Alim akamiz. Молодец Agar motivatsiya uchun. uylansangiz bir inson 10 ming berar ekan. 10 ming. Ko'kidan emas, rubda. Balkim so'm bo'ladi. Balkim so'mda bo'lsa ham katta kichigi bo'lmaydi. Bu yurakdan chiqadigan masala. Aka bitta motivatsiya berdi. Motivatsiya kuch beryapti, gap pulda emas. Nima deysiz? Mana shu qiz bilan gaplashaman deb men ittalar berib qilaman. Tushunmadingiz sizga. Yo'q, uylanishingiz rostmi yo hazil chiqib bo'lyaptimi? Ayting, qayerdansiz? Bo'ydan aka. O, Mana shu bir oyda ichida uylanishim kerak. ye? Men akam bor, akamga o'rganibizga U qarang, u unaqa o'yin bo'lmaydi. U aka, uka, mahallaga to'y beraman, palonchani olib kelaman, artisti degan gap yo'q. Bu yerda boyga ham, kambag'alga ham, sharoiti borga, yo'qga, imkoniyat cheklangan, sog'lom farqi yo'q. Kichkinagina 2 dona dasturxonni yozib, bu yerdan to'y qilib ketiladi. Keyin o'zlaringiz dang'illatib 5000 kishiga to'y bermaysizlarmi? Uni bizga qizig'i yo'q. U bir oy dedingizmi? Bu yerda bir oyning ichida bu qarab o'tirmaydi. Bir oyning ichida to'y bo'lib ketadi. Bir oydan keyin uylanmayman desangiz nima qilasiz? Bu qiz o'shanda ham qolib ketmaydi bobojon uskanalik kelgandan keyin. Oshiqim 1000 ta bo'ladi. Endi bu bunday bo'lmaydi-da. Aka, qarochi mayda chuydayoq olasiz shu qizni. Ya. Hazil bo'lyapti lekin. Hazil bo'lyapti lekin. Ya, hozir haqiqatdan aytdim. Menga qarang. U sizni akangiz, u mahallangiz qiziqtirmaydi. Siz mana bu ijtimoiy tarmoqqa chiqyapsiz. Bir 5 ta 10 ta odamingiz bilan mana yoqda bir 10 ta 20 ta odam bilan to'yni o'tkazinglar. Keyin esa dang'illatib ana bu novoslarni so'ytaylab to'y qilmaysizlarmi? Uni qizig'i yo'q. Bu yerda hamma narsa ekonomishni kichkinagina to'y bo'ladi. Yo, to'yingizga pul yetmasa ayting, akalar bilan bitta hadya to'y qilib beramiz. Muammosi yo'q. Bir necha shunday to'ylar qilganmiz. Bir nechasini qilganmiz shunaqasini. To'ylarga qilib yetadi. Qurbingiz yetsa nimaga bir oydan keyin deysiz? Bir oy siz bilan telefonda gaplashib yurish kerak, uchrashish kerak. Shunaqa-ya, aka? Shunaqa demoqchimisiz? Yuzma-yuz ota-onangiz bilan kelasiz, ota-onangiz bilan birgalikda ko'rishib, realni gaplashiladi. Gapingiz bormi? Mahallasidan so'rang, uchastkoydan so'rang, xotin-qizlardan so'rang, avlodini so'rang. Bu borib so'raydimi, mana sizni borib so'rasin. U endi bu yerda Ermakda bu internetga chiqsa-yu, to'y bir oydan keyin bo'lar ekan. Bir oyda kim bor, kim yo'q, u qanday bo'ladi bu? Ayaya bu deydi o'zi. Aka, siz menimcha hazillashdingiz. Men xafa bo'ldim sizdan. To'g'risiga. Yo'q, men hazillashdim. Mana akamiz hazillashyapti, qarang. Uylanar ekan bir oydan keyin. Bo'pti, bir oydan keyin rozimiz. Ertaga keling, zaksxonaga boramizda, zaksdan o'tamiz. Okkaymi? Okey. Bo'ldi. Hozir men telefonni o'chiraman. Sirrazi menga telefon raqamingizni yozib qoldirasiz. Agar meni chorlab taylamasangiz, juda ko'pchilik shunday betga chiqadi, bizni chorlab yuboradi. Men hayronman. Men nima gunoh qildim men? Nima gunoh qildim men? Tanimasam, bilmasam o'zlari chiqyapti, men yoritib beryapman, to'ylarni qilib beryapman. Ba'zi insonlar chuqurni qilib yuboradi men. Men hayron bo'laman. Bu ham bir savobda. Savob bo'lsa, mana bir og'iz sevib qoldim deb ayting xalqning oldida. Mardmisiz? Yurak bormi o'zi aka? Yurak yo'qmi? Sevib qoldim sizni deb ayting. Sevdim ekan. Ya sevdim emas-da, sevib qoldim sizni deb ayting. Sevib qoldim aşk qildi. Malikam deng bo'ldi, boshqa gapirgan kerak emas. Nima?
Bittagina qizni ham ko'nglini oling. Shirin gap nima u? Kistangizda pulingiz ketmasa, kiyimingizni yechib olmasa, uydan moshindan ayrilmasangiz, bir og'iz shirin gap. Sevib qoldim sizni malikam deng, bo'ldi. Ey, sevib qolib sizni malikam. Zuhraxon qayerdasiz o'zi? Qayerda ekansiz? Endi sevgini aytdi. Assalomu alaykum yana. Ana sevgini oqibati. Ko'rdingizmi? Ana boshlandi endi. Muhabbat. Qashqadaryodanman. 34 yoshda 91-yil bo'laman. Qarshi davlat institutini tugatganman. Hozirda 3 yildan buyon maktabda faoliyat olib boraman. Ishlaysiz. Ishlayman-da. Tarixni yaxshi bilasizmi o'zingiz? Bemalol ana Amir Temur bobomiz haqida, boshqa haqida mana u uyda o'tirib savol-javob qilib choyni ichaverasizlar. Falon nima bo'lgandingiz tarixdan aytib beraveradi. Muzeyda ishlash mumkin, hokim bo'lish mumkin, ichki ishlarda ishlash mumkin, va ichki ishlarda ishlash mumkin. Agar ishlatsangiz, agar xohlasangiz. Husan aka? Yoqdimi yo yoqmadimi? Yoqdingiz deb ayta olasizmi? Yo'q, pasportni qo'ying. Pasport olasiz. Mana bu yerda. Mana bu pasportga qarang. Nima deysiz? Keling gaplashib ko'ramiz. Agar rostdan aldab ketmasa, Ma'qul kelgan bo'lsam, keling. Agar hazillashayotgan bo'lsangiz, efirda aytavering. hazil qilyapsizmi aka? Yo'q, men managa ham Sizni ham opa-singlingiz bor, kelajakda qizingiz bor, u birov baxtni izlab kelganda hazillashish gunoh bo'ladimi? Madam hazillashaman chiqmadim. Qanday hazilga o'xshyapti gapingiz. Bir oydan keyin keldingiz, men hayron qoldim men. Bizlarda bir kunda to'y bo'ladi. Bir kunda bo'lsa, bir kunda boram. Muammojar yo'q bo'ladi. Bir oy kutgandan ko'ra tezroq yashaganingiz o'zingizga yaxshi emas? O'zi qaydan? Samarqand. Samarqanddanman. Qochib ketadi yo'q, hozir men telefonda o'chiraman, rasmiy tashlab telefon raqamingizni yozib qo'ying, maylimi? Men bu o'zim to'yman, o'zim alohida turaman, alohida. Voh, domda yashayar ekansiz, aka? Ha, hovli. Ha, hovlimi? Ha, bo'ldi. Hamma sharoit bor ekan. O'zi nima ish qilasiz aka? Telefon ishtaman aka. Ye. O'zimizdan ekansiz-ku. Telefon ishda. 24, 25 telefonlarga ekran bormi aka? Bor bo'lsa bo'ldi, sog' bo'ling. Xullas rasmingizni tashlang, tagiga ishlaydigan telefon raqamingizni yozib qo'ying. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Bo'ladimi? Efirdan keyin. Hali efir davomida nechta nomzod chiqadi bilmaymiz. Kuzatib boring. Agar telefon qilsangiz, ertaga kelaman desangiz, keling, ko'rishtiraman. Agar bo'ladigan bo'lsa, to'yingizni erta o'zida qilib beraman. Yo erta yo indin bilmadim, 1-2 kun ichida men yo'lga chiqaman deb turibman. Endi birdan to'yingizni o'tkazib berib ketay deyapman-da. Sog' bo'lasiz. Telefon raqam bilan rasmiy tashlab qo'ying, srochni. Agar shu kishi bo'lsa bitta skrinshot qilib olay, lekin telefon raqami maxfiy ekan. Endi do'stlar, sizlardan bitta iltimos, shunday ekranni tomonga buraylik.